Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Xitoyning Sharqiy Turkistonga qayta tarbiyalash markazi deb ataladigan lagerlarning suratlari to'g'risidagi savolga javob berganda, ularning bu suratlardan cho'chiganligini o'tirib qo'ydi va Xitoyning Uyg'urlar va boshqa millat musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilganligini o'tirib qo'ydi va rayonda insoniyatga qarshi jinoyatlar davomli sodir qilinayotdi deb qayta ta'kidladi. Price Beijing hukumatining bu masaladagi ayblashlarni rad qilganligi va xalqaro jamiyatning andishini ochiq-ochiqlara hal qila olmaganligiga cho'nqur ko'ngil bo'ladiganligini bildirib, Xitoyning keng ko'lamli tutib turish qilmishlariga xotima berish uchun jazo lagerlarini bekor qilishga, xohlagancha qo'lga ilingan bu kishilarni darhol qo'yib berishga, majburiy emgak va majburiy tug'maslikni to'xtatishga chaqirdik. Biz hozirmi shunday qilamiz dedi. Xitoyda 6 kunlik ziyorati bo'layotgan va bu doirada Sharqiy Turkistonga boradigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan silliq ko'rishdi. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Xi Jinping yig'in jarayonida Xitoyning o'zining davlat ahvoliga mos holda kishilik huquq taraqqiyot yo'li borligini va davlatining kishilik huquq jihatda ilgarilash qo'lga keltirganligini aytgan. Bacheletning Xitoy ziyorati nurg'unlagan g'arb amaldorlari, diplomatlar va kishilik huquq tashkilotlarining, bo'libmi Amerika va Angliyaning tanqidiga uchirdi. Ular bu ziyoratning Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmini oqlash vositasi bo'lib qolishidan andisha qiladi. Xalqaro kechirim tashkiloti doklad e'lon qilib, Xitoyning o'lim jazosini ijro qilishda dunyoda oldingi qatorda turganligini va o'lim mashinasi va ajallik o'q ishlatib maxfiy holda minglagan o'lim jazosi ijro qilganligini o'tirib qo'ydi. 23 may Avstraliyada qasam berib vazifaga o'tirgan Moliya ministri Jim Chalmers Xitoyning yaqinqi yillardan buyon savdo sohasida Avstraliyaga qarata har xil tadbir, to'salg'u va jazolarni elib kelganligini eskartdi. Yaqinqi yillarda chet elning davlat ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatishining oldini olish uchun yo'lga qo'ygan qonun bilan Avstraliya Xitoyning bir qism mablag'iga qarshi tadbir qo'llandi hamda Xitoy telegraf shirkati Huawei'ning 5G to'ri ul asliha qurishini chekladi. Bu masalalardan keyin Beijing 2020-yili noyabrda Avstraliyadan kala go'shi, uzum harqi, qisqichbaqa, arpa va yog'och materiallarini import qilishni to'xtatdi. Xitoy soqchilarining kompyuterlari o'g'irlangandan keyin yaqinda to'rga oshkorlangan suratlarda doiralarning Sharqiy Turkistonning bir rayonidagi masjidlarni kuzatgan ko'rinishmi bor. Ma'lumki, Xitoy Sharqiy Turkistonda kishilarning masjidga kirishini qattiq cheklovlarni qo'ygan. Rasmdan bu kishilarning asosan yashanganlar ekanligini ko'rishga bo'ladi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Yaponiya ziyorati jarayonida Tayvanning mudofaasini qo'llaydiganligini bildirgan so'zdan keyin Xitoy armiyasi Tayvan oroli atrofida harbiy manevr o'tkazdi. Qatar 2022 yillik Dunyo Longqisi futbol musobaqasiga tayyorlik qilayotgan mezgilda Xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa huquq tashkilotlari qatoridagi ishlamchilarga qaratilgan daxl-tarvuzlar uchun Xalqaro futbol birlashmasidan $440 million to'lam talab qilmoqda. Xalqaro futbol birlashmasining raisi Jenni yo'llangan maktubga dunyo futbolini boshqarish organining sohibxon davlat bilan hamkorlashib, kelgusida ishlamchilarning huquqini qo'llashi kerakligi o'tirib qo'yilgan.